Barchaga assalomu alaykum. Hurmatli obunachilarimiz. So'rayotganlar bor. Mana 60-70 bormi deb. Mana 60-70larimiz ham tayyor bo'lib chiqarib qo'yishdi. Hozir orqa tomondan ko'rsatyapman. O'tishga joy qolmabdi. Mana hammasi mana shular 60-70lar. Bu tomondan boshlab TD5lar. TD5 60-70. Ochiq joylar bor ekan. TD5lar. Nari tomonda 60-70lar. No'g'lasa bemalol yetkazib berishimiz mumkin. 60-70 TD5larimiz yetarlicha mavjud endi. Endi to'g'ri, agar yo'q ulardan kuchliroq desa, bir 155'imiz bor. Mana Case Puma 155. Old toshligi bilan-da. Yana bitta dona bor. Vomligi bilan. U naryoqda turibdi. Aytdi, yashinib. Endi to'g'ri, yana ham kuchliroq desangiz, baquvvatidan bo'lsin deydi-ku. Magnum 340larimizdan olishingiz mumkin. Ularni ham tayyorlab bo'lishgan. Mana hammasi sotuvga chiqqan hozir damda. Traktor sezoni yaqinlashyapti. Harakat qilish boshlasak ham bo'lar ekan. To'g'rimi? Magnum 340.